Amerika Avam Palatasi Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiligida mas'uliyati bor bo'lgan Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish talab qilingan Uyg'ur qonun loyihasini ma'qullagandan keyin dastlabda Xitoy tashqi ishlar organlari va cho'ng davlat taratqullari Amerikaga inkos qaytirib, ichki ishlariga aralashish bilan aybladi. Shuning bilan birga yerli Xitoy taratqullari va organlarmi Amerika hukumati va siyosiyonlarini tanqid qilib, qog'oshlarini davomlashtirmoqda. 7 dekabr shanba kunidagi atalmish Xinjiang xabarlar programmasining 10 minutlik qismining maxsus Amerikani tanqidlash va amerikalik siyosiyonlarni haqoratlashga o'rin berishi diqqatni tortmoqda. Xitoy doiralari Amerikani ayiblash bilan birga o'zlarining yig'ib olish lageri qurish orqali dunyoga o'lgi tiklab berganligini jar sanmoqda. Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarining hayot qog'uvchilaridan biri Qozog'istonlik Uyg'ur Gulbar Jelolova va bir qism Uyg'urlar Turkiya Buyuk Millat Majlisida o'tkazilgan yig'inda o'z kechirmishlariga birlashtirib, yig'ib olish lagerlarining abdi bashirisini pash qildi. Ular Turkiya parlamentining o'zlariga bu so'rinni hozirlab berganligiga rahmat etdi. Ko'z yoshlarini tutolmagan Gulbahor xonim, "Men u yerda 1 yil 3 oy turdim. 14 yoshdan tortib 80 yoshgacha bo'lgan ayollar bor" dedi. 14 yoshlik bir qizning nima jinoyati bo'lsin? Yo'q, ularning hammasi gunohsiz dedi. Hong Kongdagi demokratik namoyishlar 6-iyiga qadam qo'ydi. Yakshanba kuni yana 100 minglagan kishilar ko'chalarda oqdi. Tashkilotchilarning deyishicha, namoyishga 800 mingdan ortiq kishi qatnashdi. Namoyishchilar 5 muhim shartni ta'kidlash uchun pat-pat 5 barmog'ini ko'tarib ishorat qildi. Bu talablar ichida Hong Kongda mustaqil saylov o'tkazilishi va soqchilarning namoyishchilarga qilgan zo'ravonliklarining tekshirilishi qatorliqlar bor. Rasmiy ma'lumotlarga asoslanganda, Hong Kongda bu yil iyuldan boshlab davomlashayotgan namoyishlarda 5800 dan ortiq kishi qo'lga ilingan bo'lib, ulardan 500 da kishi isyon jinoyati bilan ayblangan. Hong Kongda dastlabda Xitoyga o'tkazib berish qonuniga qarshi boshlangan namoyishlarda soqchilar bilan namoyishchilar orasidagi to'qinish bag'ansiri kuchaydi. Amerika prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un dushmanlarcha harakat qilsa, nurg'un narsadan ayrilib qoladi dedi. Shimoliy Koreyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Amerika bilan bo'lgan munozaralarda yadro qurollarini yo'qotish moddasining yo'q ekanligini aytgandan keyin Trump Twitter hisobi orqali inkos qaytardi. U mundaq dedi: Kim Jong Un bek aqlliq. Agar dushmanlarcha harakat qilsa ayrilib qoladigan nurg'un narsasi bor. Singapurda men bilan yadro qurollarini yo'qotish kelishimi imzolagan edi dedi. Germaniya bosh ministri Krem Karenbauer bu yil 8-oyda Berlinda o'tkazilgan gruziyalik bir faoliyatchining delosining tekshirilishi uchun Rossiyaga hamkorlik chaqirig'i qildi. Gruziyalik chechen millatidan bo'lgan Kongoshvili 2-chechen urushida Rossiyaga qarshi urushga qatnashgan bo'lib, Gruziya istixboroti bilanmi aloqasi borligi ilgari surilmoqda. Germaniya tashqi ishlar ministrligi Rossiya istixborot doiralarining Kongoshvilining umumiy roli borligini aytmoqda. Germaniya uning o'limining Checheniston doiralari bilan munosabati bor yo'qligini tekshirayotganligini bildirdi. Bu yil avgustda bayqalgan Borisov nomli quyruqliq yulduz 8-dekabr Quyosh sistemasiga eng yaqin joydan uchib o'tdi. 2 ay Borisov nomli quyruqliq yulduz bu yil avgustda ishdan sirtqi astronom Borisov tarafidan bayqalgan. Borisov Quyosh sistemasiga kirgan 2-chi yorug'liq yulduz bo'lib, tunji quyruqliq yulduz 2017-yil 10-oyda bayqalgan va u Oumuamua deb atalgan edi.